Eron va Isroil urushi rasman tugadi. AQSh prezidenti Donald Trump bayonoti. Barchaga tabrik. Isroil va Eron o'rtasida to'liq va mutlaq o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Trump Netanyahu bilan muzokara qildi. Isroil ham o't ochishni to'xtatadi, agar Eron zarbalarni to'xtatsa. Oq uy mansabdorlarining bildirishicha, prezident Trump Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Eron rasmiylari bilan suhbatdan so'ng o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvni e'lon qilgan. Eron AQShning o't ochishni to'xtatish taklifiga rozi bo'ldimi? Video davomida batafsil. Albatta like bosib, fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Unda biz to'liq tafsilotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Undan tashqari, ilovamizda yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini yuborishingiz va ularni xursand qilishingiz mumkin. Tezda aynan siz uchun yaratilgan dastur. Kutilmagan burilish. Kecha tunda Yaqin Sharqdagi vaziyat keskin tus oldi. Tun qorong'usini Eronning AQSh harbiy bazalariga yo'llagan keng ko'lamli raketalari Qatar osmonini yoritib yubordi. Bu avvaldan kutilmagan, ammo jahon jamoatchiligini larzaga solgan zarbalar edi. Ko'pchilik ushbu hujum yangi yirik urushning boshlanishi deb taxmin qilarkan, kutilmaganda AQSh prezidenti Donald Trump muzokara stolida katta kelishuvga erishilganini va urush rasman yakunlanganini e'lon qildi. Barchaga tabrik. Isroil va Eron o'rtasida to'liq va mutlaq o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Bu kelishuv taxminan 6 soatdan so'ng kuchga kiradi. Ayni paytda har ikki tomon yakuniy harbiy operatsiyalarni to'xtatmoqda. Kelishuvga ko'ra, Eron birinchi bo'lib o't ochishni to'xtatdi. 12 soatdan so'ng Isroil ham o't ochishni to'xtatdi. 24 soatda esa 12 kunlik urushning rasman yakunlangani butun dunyo tomonidan e'tirof etildi. Har bir tomon o'z navbatidagi o't ochishni to'xtatish davrida tinch va hurmatli bo'lishi kerak. Hammasi reja bo'yicha ketadi. Bunga shubha yo'q. Men Isroil va Eronga bu urushni yakunlash uchun namoyon qilgan sabr, toqat, jasorat va aql idrok uchun tabrik aytaman. Bu urush yillar davom etishi va butun Yaqin Sharqni vayron qilishi mumkin edi, lekin bu sodir bo'lmadi va hech qachon bo'lmaydi. Oq uy mansabdorlarining bildirishicha, prezident Trump Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Eron rasmiylari bilan suhbatdan so'ng o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvni e'lon qilgan. Muzokaralarga Qatar vositachilik qilgan. Oq uyning yuqori martabali manbasiga ko'ra, muzokaralarda AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance ham ishtirok etib, Tehron bilan muloqot olib borgan. Anonim manbaning so'zlariga ko'ra, agar Eron yangi hujumlarni amalga oshirmasa, Isroil ham o't ochishni to'xtatadi deb yozadi Reuters agentligi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchining aytishicha, o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv yo'q. Biroq Isroil ertalabga qadar noqonuniy tajovuzni to'xtatsa, Tehron hujumlarni to'xtatadi. Hozircha hech qanday o't ochishni to'xtatish yoki harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha rasmiy kelishuv mavjud emas. Biroq agar Isroil rejimni Tehron vaqti bilan soat 04:00 dan kechiktirmay o'z tajovuzlarini to'xtatsa, biz ham keyinchalik javob harakatlarini davom ettirish niyatida emasmiz. Bizning harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha yakuniy qaror keyinroq qabul qilinadi. Trump bayonotidan 3 soat o'tib, Isroil yana Eronga hujum boshlagan. Bu esa barcha tomonlar kelishuvga rozi bo'lganmi degan savollarni keltirib chiqarmoqda. Shu paytgacha na Isroil bu kelishuvni rasmiy tasdiqlamagan. Trump bayonotida Eron Isroilga qarata hujumlarni to'xtatishi, Isroil esa biroz kechroq harbiy harakatlarni tugatishini bildirgan edi. Trumpning kelishuv bo'yicha bayonotidan so'ng Eron ham Isroilga hujum boshladi. Isroil harbiylari tongda Erondan 6 ta raketa to'lqini uchirilganini aytdi. Isroil tez yordam xizmati 3 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Xo'sh, sizningcha Trumpning bu bayonoti Isroil-Eron urushiga nuqta qo'yadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil va Eron to'liq va mutlaq o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lgani haqida yozmoqda. Uning so'zlariga ko'ra 24 soat ichida urush tugaydi. Lekin Tramp bayonotidan so'ng ham Isroil havo hujumlarini davom ettirdi. Eron tashqi ishlar vaziri rasman bunday kelishuv yo'qligini aytdi. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Trampning ushbu bayonoti Oq uy ma'muriyati amaldorlarini ham hayratga solgan. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang.